Siz xarid qilayotgan kontur negativingizda originali, padarginali borligini bilarmidingiz? Originalini, padarginaldan 3 ta afzallik tomonini men sizga sanab beraman. Ketdi, okey? O'zi kontur negativli boshida 10 yil oldin xuddi shu ko'rinishda chiqqan. Keyin gazlar narxi oshib ketgandan keyin biz boshqa xotir mana bunaqa ekonomik variantga o'tkazganmiz. Mana bunaqa to'g'richa variantli bo'lsa, qo'shtirnoqchi negativchilar hali ham chiqarishyapti. Ko'rib turganingizdek, ichki qismi dumaloq bo'ladi. Bu original kontur negativli bo'ladi. Buni mana bunaqa dumaloq ko'rib solganimizdan keyin mana shunaqa ko'rinishga keladi. Hadikasi ham juda kichkina bo'ladi, suvli tirash kam ketadi, haqiqiy ekonom shunda bo'ladi. Agar ko'rib turgan korpusingizni ichiga biz ham bunaqa to'rtburchak popkali negativli tiqgan bo'lsa, tabiiyki siz dumaloqning ichiga to'rtburchak tiqqaningizdan keyin juda ham katta zazor qoladi. U zazorga bo'lsa suv ketadi. Yomon tomonini kesib, siz titandan voz kechish maqsadida kontur negativli olayotgan bo'lasiz. Agar ichiga negativingizda to'rtburchak bo'lsa, suvli tirash ko'p bo'lsa, buni bir tillik foydasi yo'q. Ikkinchi afzalligi yoki ishlayotgan payt dumaloq negativni muhitiga qo'limni qo'yib olib kuydirmaydi deb azor qilgan videoim bor. Kirib isboti bilan ko'rib olsangiz ham bo'ladi. To'rtburchak negativlar agar shunaqa video qilishayotgan bo'lsangiz, hech qachon siz ishonmang, okey? Chunki bunda mana bunaqa tiyaga privatil turgan bo'ladi. Bu tiyaga privatil turgandan keyin sovuqlikni tashqi tomondan tortadi. Polibom luboy negativga qo'ysangiz qo'lda kuydirmaydi. Negativ senter unaqa ko'z bo'yamachilikni yomon ko'radi. Ko'rib turganingizdek, okey, mana bularni shunday olamizda. Mana bunga qo'yamiz. Popkasini bitta o'lchaymiz, okey, mana 21 chiqyapti. Hop, buniki bo'lsa 29 chiqyapti. Bir xil kvadratli negativlar popkasi shuncha farq qilyapti. Uchinchi yaxshi tomoni, okey. Ko'rib turganingizdek, to'rtburchak bilan dumaloq negativ narxi voy bir xil ekan. Men eshitib hayron qoldim. Mana buning ichida, okey, yoqayotgan gazingiz bor-ku, buralib chiqadi. Konkretniy popkalarni ko'rayotganingizdek bitta odam bitta yoqdan aylantirib terilgan o'zini hisob kitobi bo'yicha. Bunda bo'lsa abishni urilib chiqadi. 300, 400, 500, 600 kvadratli variantlarimiz bor. Faqat gazda ishlaydi, okey. Bizga murojaat qilsangiz, Hasanboy deyizda bozorda do'konlarimiz bor. Qoldirilgan nomerlarga telefon qilib, Telegramdan murojaat qilib kvadratlarni yozsangiz, batafsil tushuntirib beramiz. Manfaat har doim siz tomonda, okey.